Shuning uchun ham ko'pchilik rus tilini o'rganuvchilar chiqish bilan bog'liq fe'llarni ishlatishda ko'p xato qilishadi. Курить – bu jarayon yoki odat. Он курит уже 5 лет. U 5 yildan beri chiqadi. Покурить – bu bir oz vaqt davomida chiqib olish. Давай сходим покурить. Yuring bir chiqib kelaylik. Закурить – bu chiqishni boshlash lahzasi. Он достал зажигалку и закурил. U zажигалкani oldi va chiqishni boshladi. Выкурить – natija, ya'ni oxirigacha chiqish. Выкурить целую пачку. Bir pachkani chiqib tugatish. Прикурить – olov so'rash yoki yoqib olish. Дай прикурить, пожалуйста. Iltimos, olov bering, yuboring. Перекурить – bu ish orasida qisqa tanaffus qilish. Hatto chiqmaydiganlar ham давайте перекурим deyishni mumkin. Ya'ni keling, dam olamiz. Ko'rib turganingizdek, bitta qo'shimcha butun boshli ma'noni o'zgartirib yuboradi.